avtomatlashtirish va boshqarish vositalarining tipik to'plami, ya'ni bu yerda biz sarf va sathni avtomatik boshqarish demak laboratoriyada ko'rishimiz mumkin. Biz hozir ushbu laboratoriya ishimizda qiladigan ishimiz bevosita sathni avtomatik rostlaymiz. Ya'ni biz o'sha birinchi o'rinda proporsional rostlash qonuni, keyin proporsional integral rostlash qonuni va o'sha uchinchi praktikaimiz demak PIT, to'g'rimi? PIT. Proporsional integral differensial rostlash qonuni asosida demak boshqarib ko'ramiz. Buning uchun bizga demak mana bu idishimiz, ya'ni rezervuarimiz suv to'ldirishga mo'ljallangan va sathni o'lchashda biz buni potentiometrik sath o'lchagichdan foydalanamiz. Ushbu potentiometrik sath o'lchagichimiz quyidagi sath o'lchovchi transmitterimizga signal ko'rinishida uzatadi. Bu signalni demak displeyimizdan esa demak ushbu kontrollerga va bu kontroller orqali interfeys orqali demak kompyuterimizga uzatishga imkonini beradi. Demak, yana biz shu ketma-ketlikda kompyuterda ham ushbu amaliyotni bajarishimiz mumkin. Biz hozir ko'radiganimiz practice 3, ya'ni practical 3 bu level da sathni boshqarishni demak PID, ya'ni proporsional integral differensial rostlash qonuni bo'yicha ko'ramiz. Demak, set pointimiz demak biz berilgan qiymat, ya'ni misol uchun biz buni qiymatni o'zgartirishimiz mumkin istalgan qiymatga. Va misol uchun hozir biz 50 qiymatini kiritadigan bo'lsak va bu yerda ko'rishimiz mumkin proporsional va differensial yoki integral demak koeffitsiyentlarni kiritish imkoniga ega bo'lamiz. Demak, buni boshlashimiz uchun bizda demak hozir mana bu kontrollerimizni hozir ko'rsatishni biz ya'ni PSP ya'ni set pointni 50 ga qo'ydik. Bu degani mana bu PV'miz to 50 ga yetgunga qadar demak kontroller mana bu kontrollerimiz mos ravishda signal ishlab chiqardi. Bu signal esa mana bu klapanni ochib yopishni vazifasini bajaradi. Ya'ni biz maqsadimiz sathni to mana bu berilgan qiymatga yetgunga qadar avtomatik rostlash maqsadimiz. Demak, buning uchun biz nasosni ishga tushiramiz. Demak, ushbu nasos bu yerda demak vodinoy nasos, ya'ni suv uchun mo'ljallangan nasosimiz bor. Bu suv idishidan suvni tortib, ushbu liniya orqali, ya'ni solenoid klapan yordamida rotometr orqali ham sarfni bevosita vizual ravishda ko'rib turishimiz mumkin. Bu esa minutdagi litr hajmini ko'rsata oladi va bundan o'tib demak elektr signal ko'rinishida signal ishlab chiqaradigan sarf o'lchagichimiz bor va bundan o'tib ya'ni puls ko'rinishida signal chiqarib beradi. Bundan o'tib esa servo klapan, ya'ni shagoviy dvigatelni qadam bo'yicha ishlaydigan motorimiz orqali klapan berilgan. Bu klapanimizda afzalligi shundaki, biz istalgan gradusdagi holatni ocha olamiz. Misol uchun bizga 30% ochsin, ya'ni klapanning maksimal holatini 30% ochib bera oladi. Buning afzalligi shundan iborat. Bundan tashqari bu ushbu qurilmaga servo klapandan o'tib, demak nasosimizdan o'tib, servo klapandan o'tib, hamma qurilmadan o'tib mana bu idishimizga tushadi va biz sathni bevosita ushbu vizual ko'rinishda ko'rib turishimiz mumkin sathni va elektr ko'rinishda, ya'ni signal ko'rinishda mana bu potentiometrik demak sath o'lchagichimiz ko'rsatib turadi. Buni esa boya yuqorida aytib o'tganimdek ushbu transmitterimizdan foydalanamiz. Bu transmitterimiz to'g'ridan-to'g'ri displey ko'rinishda ko'rsatadigan demak modulimiz bo'langan. Bu modulimiz esa quyidagi kontrollerga, bu kontrollerimizdan demak interfeyslar kompyuterga ulangan bo'ladi. Demak biz hozir 50 ga qo'ydik berilgan qiymatni. Demak 50 qiymat qo'yilganda shunaqaki sathimiz to 50 ga yetgunga qadar klapanimiz demak rostlash jarayonini bir vaqtning o'zida bajaradi. Demak hozir biz ko'rishimiz mumkin. Buning uchun mana bu yerda demak ozgina chiqish faqat nasos ochib qo'yamiz. Klapan ochiq. Servo klapan ishga tushdi. Endi biz uchun yo'l ochiq. Endi biz qiladigan ishimiz nasosni ishga tushirish. Demak, nasos ishga tushiramiz. Demak, ko'rib turganingizdek, demak ushbu idishda shu liniya orqali suv yig'ishni boshladi. Demak, bu servo klapanimiz o'sha 50 qiymatga to'g'rilashga mo'ljallangan va o'shanga qarab klapanni o'zi ochib yopib turadi. Demak, e'tibor berib turganingizdek, suv 50 ga yaqinlashdi. Va klapanning o'zgarishini ko'rishingiz mumkin. Hozir bo'layotgan jarayonimizni mana hozir grafik
shakldagi ko'rinishi. Bundan tashqari, mana bu yerni ko'rsatuv. Mana ushbu 50 qiymatimizga demak ozgina yaqinlashdi. 45.6. Bu qachon o'sha 50 gradus 50 berilgan qiymatimizga yetgandan so'ng o'sha bir xil demak nima deydi? Aniq ma'lumot qiymatda ushlab turishga harakat qilamiz, sevib qilamiz. Bu mana ko'rsatish nimani ko'rsatyapti hozir? Bu klapan ochilish foizi ochilganlik darajasi. ochilganlik darajasi. Foiz ko'rsatkichi. Demak, qiymatimiz ancha yaqinlashib qoldi, 49.50. Bu klapanimiz sekin yopilishni boshlayapti. Demak, o'zimiz berilgan qiymatga yetdik. Demak, klapanimiz sekin yopilishni boshlayapti. Bu yerda ko'rib turganingizdek, servoklapan o'zini o'zi boshqarish xususiyatiga ega. Hech qanaqa inson ishtirokisiz bu amalga oshmoqda. Bu vizual ko'rinishdan ko'rishingiz mumkin. Taxminan 52, 51 shunaqa atrofda, ya'ni ozgina xatoligi bor. Sifroviy ko'rinishdan ko'rsangiz, 50 bu degani 50 qiymatga erishdi. Mana e'tibor berib turibsiz, 49.9, ya'ni 01, 02 xatolikni ishlatdik hozir.